Başbahardan başlanğan hər bir işlərinizlər bərəkət tapsın. Mən riyasətçi Nazgül Tursuncan. Şu tapda dehqonlarda bolatqını Eksan kiyim-kechak şirkəti tajdarlığını alğan Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarixi şirkəti işləp huzurunuzga sunuyatqan Sabah kuy programmasi. Hər sabahda yeni bir kuy. Bugünkü sabahның mehmonlari bir emas, balki ikki. Muşu cüp kelish bir moda bo'lyapti. Əmiz dostlar, səhnimizin əzizləri bolsa, Keremcan Mehmetli və Şirali G'ni qarshi olamiz. Rahmat. Qani əmsə, avval bir salam beringlar, anda men savollarni yağdırishni başlay. Ekran aldık dostlar, yaxshimsizlar? Mana bugun Sabah kuyi programmasi orqali mening yaxshi do'stim Shirali G'ni va men sizlarga yangi naqsh olib keldik, ham sizlar bilan yuz ko'rishgili keldik. Qarshi olamiz. Salam, ikra aldık barcha azizlar, kamin do'stlarim Shirali G'niga o'tiq salomlar bo'lsin. Bugun yaxshi kasbdishim, yaxshi do'stim, qarindishim Keremjon bilan do'stlarimizning huzuriga o'zimizning yangi kuylarni olib keldik. Sizlar bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Rahmat. Demak, endi ishqinglarda bir xil xo'shliq, bir hamkorlikdan yaxshi bir natija chiqqanday qilib turdi. Burun hamkorlash baqqanmi? Birga naqsh o'qib baqqanmi? Biz xili uzun bo'ldi, birga naqsh yetyapmiz. Lekin jiqroq naqsh chiqarmoqchidik. Sani sal azob qilyapti-da. To'g'ri. Ondan burun Keremjon bilan shiqtimga yaqin hamkorlashgan. Mao 4-chi qitim bo'ldi ekanda, ha? To'g'ri. Sen sanab o'tiryapsan. Meni yana jiq aytimiz biz. Ishqinglar hamkorlashinglarga nima asos bo'ldi? Ya Mao ovoz sonlar bilan kelamdi, ya qaysi jihatdan bakrak yeyishalaysizlar? Meningcha ikkimizning hamkorlashishida birisi ikkimiz bak koni og'ini bo'lgandan keyin ikkimizning shu ba'zan naqshlarni bir o'rindasak, hamkorlik hissiyoti, hamkorlik tuyg'usi yaxshi bo'ldi ekan. Yana birga Shirali bilan mening ovozimda farq cho'ng-chu. Bu farq cho'ng bo'lsa, men bir misra aytib bo'lgandan keyin Shirali bir misra aytsa, anglovchilarga bir xil yangicha hissiyat tuyg'u beradi ekan. Bir ovozdan keyin bir ovoz. Bir-biringlarni to'liqlay oladi ekansizlar. O'xshamagan xosliklar orqali bir gavdaga aylanib, o'xshamagan tuyg'u bera olamiz demakchi. Demisam, o'xshash ikki narsa birga kelib qolsa, uning ish aloyligi bo'lmaydi. O'xshamaganligi uchun u gavdani olaydi-da. Bak yaxshi. Buni bizning shu uslubimizni texnik yo'ritib turadigan Azmat Qurbon bor yinimizda. Hozir u tijorat qilib oldirashib ketib, ikkimiz kuchimizning yetishicha yurityapmiz. Lekin burunqidan bak yuriyotdi menimcha. To'g'ri. Demak, o'zinglarning xoslig'inglarni ifodalay olganlar uchun buningda bir xil razmanlik, ham bir xil xo'shliq, ham bir yangicha tuyg'ular bo'libdi. To'g'ri. Bu naqshni muhtavada qaysi naqsha bu? Bu naqshimizning ismi So'ymisang mayli. Mardona yigitlarning his tuyg'usi ifodalangan. Rost shundaqmi emasmi? Anglab bilaylik. Qani. Sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmay dilga zahar. Men arqamdan bormayman, bilgin shuni. Kecha kunduz senla oyunda, xiyolimdan hech ketmas edim. Ay bulup, gün bulup asmenimda, yalğız yeganem edim. Azar verdim muhabbetimge, alamlarni silip yüreğimge. Canımam direnciysen şunca, könermen aman sensizlikке. Söymeysen meyli, sen gülmeysen meyli, sen beni yaxshi görmeysen meyli. Ketsen ketiver, salmay dilga zahar, men arqamdan bormayman, bilgin shuni. Söymeysen meyli, sen gülmeysen meyli, sen beni yaxshi görmeysen meyli. Ketsen ketiver, salmay dilga zahar, men arqamdan bormayman, bilgin shuni. Yalğız qalsam mumeli bu şehirde, razıman herkes izlemeymen seni. Bergen vediler kaldı qayerlerde, al dedin mu yar beni. Azar berdin muhabbet
meni yaxshi ko'rmaysan mayli ketsan ketiver salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni suymaysan mayli sen ko'rmaysan mayli sen meni yaxshi ko'rmaysan mayli ketsan ketiver salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni sen meni yaxshi ko'rmaysan mayli ketsan ketiver salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni suymaysan mayli sen ko'rmaysan mayli sen meni yaxshi ko'rmaysan mayli ketsan ketiver salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni suymaysan mayli sen ko'rmaysan mayli sen meni yaxshi ko'rmaysan mayli ketsan ketiver salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni Qadrli do'stlar, yuqorqi naqshni anglab balkim sizlarga mushkillarga o'xshashla hayajonli his tuyg'ularda bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Jo'shqin kayfiyatda yangi bir kuninglar boshlandi. Xushal o'tinglar. Hozirgidek shodman bo'linglar. Sizlarga rahmat, shodman yigitlar. Rahmat. Amsa eksan kiyimlari bizning bu sanimizni alayda qo'llab quvvatladi. Uningdan siz mushu san'atkorlarimizga o'z minnatdorligini bildirib, bir yurishdan kostyum burilkini sizlarga sovg'a tayyor qildik. Qani qabul qilinglar. Rahmat. 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 Mushu fursatda Eksan kiyim-kechak shirkatiga katta rahmat aytamiz. Rahmat. Eksan kiyim-kechaklarga tashakkurlarimizni aytamiz. Rahmat. Rahmat. Endi eksan kiyimlarni balkim sizlar kiyib boqqan deyman. To'g'ri kiyib boqqan. Bak sifatlik. Undan boshqa ularning xilma-xil xurum mahsulotlardan boshqa yana har xil ishdan mayka, gansarlar masalan, mushu ishdanlardan biz doim kiydigan padichlar ishdanlari bor ekan. Sap paxtiraqdan ishlangan rahat ishdanlari, yungraq ishdanlari yana qo'y yungi popaykalari rahat shuni olgan paxtiraq gansarlari har xil yoshliklarga mos keladigan, hammamizning badan o'lchimimizga intayin mos keladigan shunday kiyim-kechaklar bor ekan. Agar sizlarning qaysi manglar kam bo'lsa, eksan kiyimlarga berib kiysanglar sizlarga bekor shudu deb o'ylayman. E'tibor bor-ku. Albatta e'tibor bor. Rahmat. Shu fursatda eksan kiyim-kechakchiga yana bir qatim rahmat aytamiz. Ishlaringlar ro'naq topsin. Rahmat. Rahmat. Amsa bu hamkorlik yana yangi tuyg'ular bilan yangi naqshlarni tug'di deb o'ylaymiz. Albatta. Bizning yangi naqshlarimiz tayyor bo'lib o'tadi. Patiqinda do'stimiz bilan texnik ko'p naqshlar yuz ko'rishadi. Biz ham shuni tilakdosh. Amsa yangi kuylar bilan sabah kuy sahnamizning mush sahnasida ko'rishaylik. Rahmat. Qadrli do'stlar, Eksan kiyim-kechak shirkati tajdorligini olgan Xinjiang Sabah madaniyat taraqqiy chek shirkati ishlab huzurlarini sungan bu sanimiz mushada oyoqlashdik. Atki mehmon kim? Kim? Kimdo? Kim u? Ish qilibman emas. Undaqda atki mehmonning kimligi qiziqsanglar, atki sanimizga diqqat qilasizlar. At ko'rshamdoq. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni suymaysan mayli sen ko'rmaysan mayli sen meni yaxshi ko'rmaysan mayli ketsan ketiver salmay dilga zahar men arqangdan bormayman bilgin shuni suymaysan mayli sen ko'rmaysan mayli sen meni yaxshi